Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Mana sizlarga eski bozordan ishlatilgan mebellarni obzor qilgani keldik. Videoni ortga ko'rsalaring, har bitta mebelda narxlari bilan, razmerlari bilan aytib o'tamiz. Qaranglar. Bu yerda stol-stullar ham bor, assortimenti nihoyatda ko'p. Xo'p, bu tomonda mana yotoqxona mebellari ham bor. Xo'p, mana bu tomonda mana yotoqxona mebellari ham bor. Bularni ham obzor qilamiz. Qaranglar, juda ham zo'r holatda bor ekan mebellar. Bu videoga bittadan like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Sizlarga qanaqa videolar yana qiziq, ya'ni qanaqa videolar qilaylik, yozib qoldirsalaring, xudo xolisa qo'ldan kelgancha video qilamiz. Xo'p, bu bozor Farg'ona Pelikanskiy bozori, ya'ni temir bozor ham deyiladi. Chorshanba, shanba kunlari bo'ladi. Ertalab shu sahar boshlanib, shu obedgacha 1-2 gacha bo'ladi. Pastki nomerga telefon qilib kelaverasizlar. Assalomu alaykum. Aka, tuzingsiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ishlaman charchamayapsizmi? Assortimentlarni ko'paytirib qo'yibsiz. Xudo xolisa bitta obunachilarimizga obzor qilib bersak, so'ng bir boshdan boshlayveramiz mana shunda. Pumba. Aha. Biz 100 ming qilib beramiz. Pumba. Ekovi 100 ming, Ikkovsini 100 ming qilib beramiz. Ekovi 100 ming, ha? Bu tremosi. Xolasa tremosi bor. Mashina tremosi bo'ladi bu. Aha. Bu 400 ming qilib beramiz. 400 ming so'm. 400 ming qilib beramiz. O, ikkovini olsa ham bo'laveradi. Ha, ikkovini olsa 500 ming qilib beramiz. Ikkovini 500 ming so'm. Qaranglar. Tremo, ikkita tombasi. Aha. Addeni ham sotilaveradi. Ha, bu shamut. Bu necha pul kamut? Bu 200 ming qilib beramiz. 200 ming so'm, ha? 200 ming qilib beramiz. 200 ming so'm. Bu 3tachasi 3ga bo'linadi. 3ga bo'linadi. Metdan ham bo'linadi, metdan. 6ga bo'linadi bu. Stenka 6ga bo'linadi. Oldinlar yo oshxonalarga, endi ixcham joylarga, mini stenka ixcham joylarga buni 1 million qilib beramiz. Buni 1 million so'm. 1 million qilib beramiz. 1 million so'm. Xo'p, bu tomonda ham bu mana unisi bor. Mana Odil aka, qilib beramiz buni ham. Bu ham 1 million so'm, ha? 1 million va 800 ming qilib beraylik mana. 800 ming so'm. Sizdan obuna telefon qilsa 800 mingga beramiz. Mana Farg'ona 1 million so'm. Ko'rdi deb telefon qilsangiz 800 ming so'mga beradi, ha? 2ga bo'linadi bu. Bu 2ga bo'linadi, ha? 2ga bo'linadi bu. Mana taylari ham mana. Xo'p. Xo'p, buni razmeri necha ekan? Razmeri 225 chiqadi buni. 225, ha? Ha. Bo'yichi? Bo'yi 210 mana shunaqa. 210. Mana 800 ming so'm. Stol stulimiz bor. Aha. Hamma yo'g'i yaxshi, toza. Buni 1 million 700 ming so'm qilib beramiz buni. 1 million. Hamma yo'g'i joyida, birorta ko'chgan, ishlangan, nima joyi yo'q. Bu tayiga choling-da. Aylari ham. Bu ayollari ham butunlay noshga bu ayollari ham. Hali unlari ham. Mana yaxshi holatda. Bu 12 talik bo'lyaptimi shunda? Bu 11 talik. Ha, 11 talik. 11 ta bu. 11 ta ekan mana. Buni necha pul qilib beramiz aka endi? 1 million 700 ming degandim. Men 1 million 600 ming qilib beramiz. Sizdan telefon qilsa, ha, mana shu Farg'ona obzordan oldingizlarning 1 million 600 ming so'm qilib beradigan qaranglar. 11 ta stoli 1 million 600 ming so'm qilib beramiz. Bitta xoni bilan mana. Bu ko'parada stenkamiz. Xohlasa mana ularni bunaqa dispolka qilib beramiz. Bunaqa polka qilib beramiz. 6 ta kestirib qo'yib beramiz. Xohlasa ayni yoqmasa obunachilar. Sizdan nima qilsa, xohlasa bunaqa polka qo'yib beramiz. 2 ta baqa, 2 ta aqa, 2 ta bunga qo'yib beramiz. Aynagini o'rniga. Ha, aynagini o'rniga qo'yib beramiz. Mana. Shunaqa qilib bering desa, qilib beramiz. 2 million 200 ming so'm qilib beramiz. 2 million 200 ming so'm. Ha, ash polka qo'yib beramiz. Polka qo'yib beriladi. Qilib beramiz. Xo'p, keyingisi. Mana unisi.
Ha. Mo'lari ham qalin pulka mana ular ham. Kalonni ekan. Qalin. Birli ayni ekanda. Ha, qalin. Nima bas? Ingi ichki aynidan bas. Bu hali maka tezor qo'yib shunaqa nima Ha, ana shunaqalarga. Bu nimasi? Bu tomondagisi. Bu tomondagisi. Ular ham mana qalin. Ancha munchalik sindi, netdi, boshqa Bu bo'ldi. kalonni ayni juda qalin bo'ladi. Qalin bo'ladi. Birli ekanda kalonni ayni. Xo'p, necha pul qilib berasiz aka buni endi? Buni 3 million 200 ming so'm qilib beramiz. Komplet. Komplet, ikkita final, bittada nimasi bor? 3 million 200 ming so'm qilib beramiz. 200 ming so'm. Xo'p, mana. Holatlari juda ham zo'r holatda turibdi, juda ham bagatli ko'rinadi, yo'qib qo'ysalar. Xo'p, keyingisi Bunisi. Buni 2 million qilib beramiz. bu 2 million so'm bu. 2 million qilib beramiz. Polkalari bor. Polkalari bor. Qo'yib berasizlar polkalarni. Holatlari yaxshi, qirilgan, chizilgan joyi yo'q. Xo'p, 2 million 200 ming deysizmi? 2 million qilib beramiz. Ha, 2 million. 2 million. 2 million so'm ekan. Xo'p, keyingisi. Xo'p, baqa o'tamiz. Xo'p. Tremoyimiz. Buni 500 ming qilib beramiz. 500 ming 500 ming qilib beramiz. 500 ming so'm. Buni 200 mingdan qilib beramiz bularni. Bu ham 200 ming, bu ham 200 Bu ham ming. 200 ming, bu ham 200 ming. 200 ming so'm. Spanigani tur bu. Aha. Spanigani tur bu. Ha, bu yotoqxonasi, ya'ni juda ham katta anaqa ekan, Ha. bagatli ko'rinadigan. Tremosi, kofisi, shpaneri, kravati. Kravat. Ikkita tombasi bor. Tumbasi. Ha. Tumbalar ham kattagina ekan. Hı. Xo'p, bu komplet sotiladi shunda. Bu komplet sotiladi. Ha. Ha? Komplet necha pul qilib berasiz endi? Buni 5 million qilib beramiz. 5 million so'm. Ha, 5 million. Komplet yotoqxona mebeli. Bu ham ichida ketadi? Ha, ichida bu ham. Bu ham ichida ketadi. Shpaner 3 ga bo'linadi shpaner. Mana holatlari. Bu bo'yi necha aka buni? Bo'yi 230 yuqori ana qisqa. 2 yuqori 230 chiqadi. O'lchab beraveramiz. Obunalarga telefon qilsa o'lchab beraveramiz. Mana ichki holatlari. Mana shu ko'chakkasi bo'linadimi? Ha, ikki chekka bo'linadi. Ko'chakkasi bo'linadi. Xo'p, kravatini holati. Bonusga ana fanta qo'yib berishadi desalar. Bu tayin ko'tarinchi aka. Tayin diska. Xo'p, komplektga 5 million 5 so'm. million qilib beramiz. Bu addenni sotilmaydi? Yo'q, Komplekt addenni sotiladi. sotilmaydi. Xo'p, bu necha pul bu? Buni 100 ming qilib beramiz. 100 ming yo bonusmi bu aka? Ha, bunga bonus qo'yaveramiz. Bonus. Xo'p, telefon qilaverasizlar, qaysi bir mebel yoqqan bo'lsa, shu akamizning nomerini pastga qo'yib qo'yamiz. Eski mebel ham olasizmi aka? Ha, eski mebellar bo'lsa olaveradi, telefon qilaverasizlar, borib o'zi sizlarni olib keladi. Xo'p, nari tomonda ham ozgina mebellari bor ekan. Bu rossiyskiy shpanerimiz bor. Aha. Buni 400 mingga beraveramiz. 400 ming so'm. Farg'ona ma'lum bo'lsa dastlabkasi ichida tashlab beramiz. Ha,